Doni plyus tushdi. Aka pulni qo'ying aka, yuring baqa. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum sizlar, yaxshimisizlar, tushunibsizlar? Yana bitta Fayzli xonadonimiz darvozalari bitgan. Bu ruchnoy darvozamiz bo'ladi. Taraf fasonimiz bo'ladi. Listi 2li, profili 6 ga 4, 1.7 stenada bo'lgan. Va aytana lazerda nima qilganmiz? Bu yopiq holati bo'lgan, ochiq holati ham bo'ladi. Mana o'zlaringiz ko'rib baho beraverasizlar. 4 ga 3.5, eni 4, bo'yi 3.5. Ayta nerjaveka bo'ladi. Oq, qora, sariq, yashili ham bor. Kimga qanaqa? Nima bo'lsa qilib berilaveradi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bu mana promoga holati. Seli lisini tashaganmiz, ochiq qilib berganmiz. Kaletkasini 1 metr deganlar 1 metr qilib berganmiz ochilishini. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Boshamiz.